Assalamu alaykum hörmətli televizor görgüçülər. Bugünkü İstiqlal televiziyası xəvərlər proqramımızğa qədəm təşrif qılğanlarını qızğın qarşı alırıq. Mən bugünkü proqramın riyasətçisi Musa Arslantaş. İstiqlal televiziyası ekranları arqılıq sizlərə səmimi salam yollayman. Aldı bilan bugünkü xəvərlər proqramımızın əsası məzmunlarını tanışdırıb ötümüz. Bugünkü xəvərlər proqramımızda xalqara Türk dünyası ənənəvi təntarbiya fəaliyyətinə Uyğurlarmı qatnaşdı. İstanbul'un Yeni Kapı meydanında ötküzülgen xalqara ənənəvi təntarbiya fəaliyyətində Uyğurlarmı qatnaşıb mədəniyyət tanışdırış fəaliyyəti elib barğanlıq toğrusundakı xəbərimiz diqqətinizdə bulundu. Şununğa oxşaş yana Türkiye parlamentida Milletçi Hareket Partiyasının reisi Devlet Bağçılı söz qılıb, Uyğurlarni hech qachon Xitoyga qaytarib bermaydiganligini va Uyğurlarni o'zi uchun omonat deb qaraydiganlik to'g'risida e'lon qilgan bayonot haqidagi xabarimiz diqqatingizda bo'ladi. Shunga o'xshash yana Turkiya-Xitoy munosabatlarida Sharq Turkiston masalasi degan temada Istanbulda ochilgan strategik yig'in haqida tayyorlangan xabarimiz diqqatingizda bo'ladi. Undaqda diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Xalqara Türk dünyası ənənəvi təntarbiya fəaliyyətinə Uyğurlarmı qatnaşdı. 11 may Perşembe günü 2. növbətlik Dünya ənənəvi təntarbiya fəaliyyəti İstanbul'un Yeni Kapı meydanında başlanğan olub, bu fəaliyyət meydanında Uyğurlarmı ko'rgazma açıb, Uyğur mədəniyyət və örf adətlərini tanışdırıb fəaliyyət elib bardı. 11 may Perşembe günü Dünya ənənəvi təntarbiya Federasyasının uyuşturuşı bilan 2. növbətlik Dünya ənənəvi təntarbiya fəaliyyəti İstanbul'un Yeni Kapı meydanında başlandı. Bu fəaliyyət meydanında Uyğurlarmı ko'rgazma açıb, Uyghur mədəniyyət və örf adətlərini tanışdırış fəaliyyəti elib bardı. Bu fəaliyyətə Uyğurlarga vakalatan Sharqi Turkiston Ma'arif Hamkorlik Jamiyati qatnashib, Uyghur mədəniyyət və fəaliyyətlərini tanışdırıb ko'rgazma açdı. Dünya ənənəvi təntarbiya Federasyası İttifaqının reisi Bilal Erdoğan və Türkiyə Yaşlar və Təntarbiya Ministri Akif Çağatay, şundaqla İstanbul valisi Vasif Şahin qatarlıqlar təntarbiya fəaliyyətinin açılış lentisini kesdi və nutq sözüldü. Təntarbiya Ministri Akif Çağatay bu fəaliyyətinin tənərkətdən sırt köplügən mədəniyyət fəaliyyətlərimi elib berildiganligini bildirib mundaq dedi. Bu yalğızla bir təntarbiya fəaliyyəti emas, balki o'xshash vaqtda mədəniyyət fəaliyyətlərimi elib beriladi. Mədəniyyət fəaliyyətlər təntarbiya bilan birlikdə keləcəkə yuzlandi. Shuning uchun bu muhim ənənəvi tənərkətlərə texnik ko'ngil bo'lish va umumlashtirish uchun klublarni yuqori ko'taradigan xizmatlar ishlanayotdi. Türk dünyası O'rta Osiyo va Anadoluga xos təntarbiya fəaliyyətlərini o'tkazish asos qilingan bu festivalda ənənəvi Türk tənərkət fəaliyyətlari va Türklərning ənənəvi ijtimoiy hayotlari namoyon qilingan ko'rgazmalar, qilchvozlik, ot beykisi, o'g'loq tortish, ot ustida mahorat ko'rsatish, o'qiya etish, chelshish qatorliq 19 turda musobaqa elib berildi ekan. Fəaliyyət meydanında Türk dünyasiga aloqador milliy madaniyat tanishtirilgan ko'rgazma ochilgan bo'lib, Uyghur, Qozoq, Qirg'iz, O'zbek, Turkman va Turk qatorli xalqlarning ayrim chedir qurib, milliy madaniyat va urf odatlari tanishtirildi. Bu fəaliyyətdə Uyğurlarga vakalatan Sharqi Turkiston Ma'arif Hamkorlik Jamiyati ko'rgazma ochib, Uyghur madaniyatini namoyon qildi. Ko'rgazmaning sirtiga Sharqi Turkiston bayrog'i esilgan va Sharqi Turkiston deb cho'ng xat yozilgan bo'lib, ko'rgazmaga Uyghur milliy kiyim-kechaklari, ayolcha do'ppi chapan va ko'ynaklar, yemak-ichmak va chalg'u asboblari, büşük va chilapcha, aptuva qatorliq har xil milliy buyumlar ko'rgazmaga qo'yildi. Bu ənənəvi qo'l hunar san'ati kishilarning alohida diqqatini tortdi. Dünya ənənəvi təntarbiya fəaliyyəti 5-ayning 11-kunidan 14-kunigacha 4 kun davom qildi. Biz Uyghur mədəniyyət ko'rgazmasini ziyorat qilgan bir qism muhim shaxslar bilan suhbat olib bordik. Bularning orasida Türkiye Baş Ministerining baş maslahatchisi Mustafa Şen Efendi bilan suhbat olib bordik. Baş maslahatchi Mustafa Şen Efendi Uyg'urlar to'g'risida to'xtalib mundaq dedi. Sharqi Turkiston mundaqcha qaraydigan bo'lsak, bak yiroq bir jo'grafiyada ko'rindi. Ammo eng yaqin bir jo'grafiyadir. Chunki ajdodlarimiz u yerdan kelgan. U yer ajdodlarimizning zamini, vatani bo'lganligi uchun bizga nisbatan ajnabiy emas. Oldi bilan Sharqi Turkistondagi qarindoshlarimizning bu nuqtani bilishini xohlaymiz. Türkiye ular uchun mavjud va ular uchun ishlaydi. Balki butun mazlum jo'grafiyalar uchun, butun mazlum millatlar uchun xizmat ishlaydi. Ko'rayotganinglardek, boshda Cumhur raisimiz qatorliq har kim kech-kunduz buning uchun xizmat ishlayotdi. Eng muhim bo'lgani hech kim umidlarini uzmasin. Bu kunlarmi o'tib ketadi. Tarixdami hozirgidek kunlar kelgan, ammo orqadan yaxshi kunlar, go'zal kunlar kelgan. Xudoyim buyursa, Sharqi Turkiston uchunmi eng yaqin zamonda yaxshi kunlar keladi. Bizmo qo'limizdan kelishicha bir ish qilishga tirishayotimiz.
Ular kayfiyatini yaxshi tutishga tirishsin, irodasidan bo'shab ketmasin. Bütün qarindoshlarımızga salam yollayman. Dünya an'anaviy tantarbiya faoliyati 5-ayning 11 kundan 14 kunigacha 4 kun davom qildi. Doğu Türkistan için inşallah güzel günler yakındır. Biz elimizden geleni yapacağız, yapmaya çalışıyoruz. Onlar da morallerini yüksek tutsunlar. Motivasyonları kırılmasın. Gerisi kolay, Allah büyüktür. Bütün kardeşlerimize çok selamlar. Sharq Turkistonda ig'ir yer tevrash ofati yuz berdi. Sharq Turkistonning Qashqar viloyati Toshqo'rg'on noyisida yer tevrash ofati yuz berib, 8 odam hayotidan ayrilgan, 23 odam yaralangan va nurg'un uylar o'rilib tushgan. Sharq Turkistonda yer tevrash yuz berdi. Sharq Turkistonning Qashqar viloyatiga qarashli Toshqo'rg'on noyisida 5-ayning 11 kuni payshanba sahar soat 5 dan 58 minut o'tganda qattiq yer tevrash yuz bergan bo'lib, Xitoy tarafining bergan ma'lumotga qaraganda 8 odam o'lib, 23 odamning yaralanganligi, 2460 oiladagi 12000 kishining ziyonga uchraganligi, 1520 uyning o'rilib tushganligi tilga olingan. Yer tevrash darajasining 5.5 ball, tevrash cho'nqurligining 8000 metr ekanligi bildirilgan. BBC'ning bu vaqtda bergan xabarida bu qatimqi yer tevrashda 23 odamning o'lganligi bildirilgan. Amerika Geologiya tadqiqot markazi yer tevrash markazining qadimiy ipak yo'lining markazi bo'lgan Qashqarning g'arbiy janubiga 213 kilometr keladigan Toshqo'rg'on noyisida yuz berganligini bildirgan. Xitoyning rasmiy xabar agentligi bo'lgan Xinhuaning bergan xabarga qaraganda, yer tevrashda o'rilib tushgan uylarning ostida qolgan kishilarni qutuldirish xizmati jiddiy ishlanmoqda ekan. BBC'ning Xinhua agentligidan naql qilib bergan xabarida Toshqo'rg'onning Qo'zg'on yezisida 450 oilaning uyi o'rilib tushganligi, 9000 kishining boshqa uylarga o'rinlashtirilganligi, 1000 nafar Xitoy askarlari bilan 1500 nafar fuqaroning jiddiy qutqizish harakatiga qatnashayotganligi bildirilgan. Turkiyada Xitoyga qaytarilgan bir Sharq Turkistonlik yo'q. Türkiye parlamentida Millatchi Harakat Partiyasining raisi davlat bog'chili so'z qilib, Sharqiy Turkistonlik qarindoshlarimiz bizning izzat obro'yimizdir. Ular bizga omonatdir. Bizda Xitoy zulmiga topshirib beriladigan hech bir qarindoshimiz yo'q, ham bo'lmaydi deganlarni ifodaladi. 9-may kuni Turkiya parlamentida o'tkazilgan Millatchi Harakat Partiyasining guruh yig'inida bu partiyaning raisi davlat bog'chili so'z qilib, Sharqiy Turkistonlik qarindoshlarimiz bizning izzat obro'yimizdir. Ular bizga omonatdir. Bizda Xitoy zulmiga topshirilgan hech bir qarindoshimiz yo'q, ham bo'lmaydi deganlarni bildirdi. Yaqindan beri Turkiya va Xitoy munosabatlari kuchayayotgan, Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlar ustidan elib berilayotgan Xitoy zulmining kun sari chekdan oshib, xalqaro axborotlarning diqqatini qo'zg'ayotgan bir paytda Turkiyadagi ko'plagan ommaviy tashkilotlar va ta'sir kuchiga ega partiyalar, shunaqla bir qism xalq ommasi tomonidan bu masala jiddiy qaralishga boshlanmoqda. 9-may kuni Turkiyadagi 4 cho'ng partiyaning biri bo'lgan Millatchi Harakat Partiyasi tomonidan o'tkazilgan partiyaning guruh yig'inida Sharq Turkiston masalasi tilga olinib o'tildi. Millatchi Harakat Partiyasi raisi davlat bog'chili yig'inda Zaytinburunda tutib turilayotgan 21 Uyg'ur to'g'risida to'xtalib, 21 Sharq Turkistonlik qarindoshlarimiz qo'lga ilinib chegaradan chiqarib o'tish xavfiga duch kelmoqda. Millionlagan Suriyaliklarni boqolgan Turkiya 21 qarindoshimizga qaraya olmamdi. Ular uchun o'rinlashtiruvdek uy, yegizgidek tamoq topilmay qolarmi deganlarni o'tirib qo'ydi hamda bizda Xitoy zulmiga topshirilgan hech bir qarindoshimiz yo'q, ham bo'lmaydi. Mazlum Sharq Turkiston da'vosi haqliq da'vodir. U oxirgacha davomlashadi. U qarindoshlarimiz bo'lsa bizning izzat obro'yimizdir. Ular bizga omonatdir degan so'zlar bilan Millatchi Harakat Partiyasining bu masalaga tutgan pozitsiyasining jiddiy ekanligini e'lon qildi. Bu yig'inga Dunyo Uyg'ur qurultayining muavin raisi Said Tumturk apandi qatnashgan bo'lib, Said Tumturk apandi Millatchi Harakat Partiyasi raisi davlat bog'chili bilan ko'rishib, yaqindan bu yanqi Sharq Turkistonda yurgizilayotgan chekdan oshgan siyosatlarni anglatish bilan birga Zaytinburunda Turkiya soqchilari tomonidan tutilgan 21 Uyg'ur haqida fikrlashgan. Bir diğer konu da 21 Doğu Türkistanlı soydaşımızın gözaltına alınarak sınır dışına çıkarılma riskidir. Milyonlarca Suriyeliye bakan Türkiye 21 kardeşimize mi bakamayacak? Onlara mı barınacak ev, yedirecek ekmek bulamayacaktır? Unutmayalım ki ah alan olmaz, ah yerde kalmaz.
Bizde Çin zulmüne teslim edilecek tek bir soydaşımız yoktur, olmayacaktır. Mazlum Doğu Türkistan haklı ve baki kalacak davamızdır. Soydaşlarımız ise her daim namusumuza emanettir. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyor. Başarılar dolu bir hafta geçirmenizi yürekten temenni ediyorum. Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun diyor. Sağ olun. Türkiye-Xitay münasebetleri ve Şarkı Türkistan meselesi degan temada İstanbul'da stratejiya leksiya yig'ini açıldı. 5. ayının 6. günü Şarkı Türkistan Ma'arif ve Hamkorlik Cemiyeti'nin merkezi yig'in zalida Türkiye-Xitay münasebetleri ve Şarkı Türkistan meselesi degan temada stratejiya leksiya berish yig'ini o'tkazildi. 5. ayının 6. günü shanba tushdan keyin soat 6:30da Şarkı Türkistan Ma'arif ve Hamkorlik Cemiyeti'nin merkezi yig'in zalida Türkiye-Xitay münasebetleri ve Şarkı Türkistan meselesi degan temada stratejiya leksiya berish yig'ini o'tkazildi. Bu leksiya yig'iniga Ankara Hacettepe Üniversitesi o'qituvchisi, strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akram taklif qilingan bo'lib, Türkiye-Xitay münasebetleri ve Şarkı Türkistan meselesi degan temada stratejiya leksiyasi so'zlab o'tdi. Yig'in İbrahim Damolamning Qur'on tilovat qilishi bilan boshlangandan keyin jamiyat raisi Hidoyatullo O'g'uzxon ichilish so'zi qildi. Hidoyatullo O'g'uzxon so'zini vatandan kelgan bir mazlum ayolning vatandagi zulmning qanchalik og'ir ekanligini tasvirlab ifodalagan. Qiyomat bo'ldi deb anglaytdiq, duo qilsanglar, qiyomat hozir bo'lsa, bizning beshimizga kelayotgan bu ishlardan qutulsak degan so'zni misol ilish bilan boshlagandan keyin bu qisqa so'zning urami o'z ichiga olgan mazmunning Sharqi Turkistondagi zulmning qaysi darajaga berib yetganligini bildirganligini, bu so'z orqali uyg'onmagan, o'z majburiyatini to'liq tunib yetmagan qarindoshlarning uyg'onishi lozimligini, bugungi bizning mavjudligimizni saqlab qolish uchun hozirgi Turkiya-Xitoy munosabatlaridagi reallikdan og'rinishning o'rniga o'z imkoniyatimizda bor bo'lgan afzal sharoitlardan foydalanib, birlik ittifoqlik asosida qo'limizdan kelgan imkoniyatlarni sarf qilishimiz kerakligi, bu yo'lda hargizmo umidsizlanmasdan tirishimiz lozimligi haqida qisqacha to'xtalgandan keyin Doktor Erkin Akramning strategiya leksiyasi boshlandi. Doktor Erkin Akram so'zida Sharqi Turkistonda 2014-yildan beri bo'layotgan zulmning Xitoy ishg'oliga tushgan 60 yildan buyongi eng og'ir, eng dahshatli bir davrga kirganligi, hatto buning Shinsay davridanmi nechasi eshib ketganligini, buning birdan-bir sababi bo'lsa, Sharqi Turkistonning Xitoy uchun intayin muhim strategiya va jo'grafiyalik joylashish o'rni bo'lganligi, yaqinqi mezgillarda Sharqi Turkistondagi Uyg'urlarning o'z vatanida siyosiy sahndan va iqtisodiy manbalardan yiroqlashtirilgandek bir qator jarayonlar va yuz berayotgan chekdan oshgan amaliy voqealarni hozirgi dunyo vaziyati bilan bog'lab tushuntirib o'tgandan keyin Turkiya-Xitoy munosabatlaridagi uzun yillik egizpaslardan keyin yaqinqi mezgillardagi o'zaro yaqinlashish va hamkorlashish bosqichlari, shunaqla bundan qanday natijalarning maydonga kelayotgandek bir qator ahvollarni so'zlab o'tdi. Doktor Erkin Akram so'zda yana Turkiya o'z iqtisodini va harbiy kuchini kuchaytirish uchun Xitoy bilan kundan kunga yaqinlashayotgan mushundaq bir vaqtda biz qanday qilishimiz kerak deganda oldi bilan butun dunyodagi Uyg'ur tashkilotlari cho'qim birlikka kelishi, buning uchun butun tashkilotlarning bir tashkilotga aylanishi shart bo'lmasdan balki o'zaro zich hamkorlik va birlik asosida ish faoliyat olib berish, o'rtaq nishonda birlashishi, qolgan ko'z qarash va yo'llarida o'z mavqesini saqlab qolgan holdagi birlikni amalga oshirish lozimligi, tashkilotlarning hozir bir-birini chetga qoqadigan bir holda emasligini, Sharqi Turkiston xalqining shundoqla muhojiratdagi Uyg'urlarning qandaq bir reallik ustida turayotganligini tushunib yetishi, Turkiya xalqi, Turkiya hukumati va parlamentdagi biz foydalana oladigan va biz uchun foydali bo'lgan har qanday sharoitlardan cho'qim unumli foydalanishi, mayli akademik, mayli boshqa har qanday sohalarda aktiv faoliyatga o'tib, o'z mas'uliyatini ado qilishi, Turkiyada ko'p qatlamli va keng doiralik har xil faoliyatlarni olib berish lozimligini bildirdi. Doktor Erkin Akram so'zda yana mundaq dedi: "Bugun ba'zilar bu musibatdan o'zini saqlab qila oladiganday qilgan bilan, atki kunda o'zini saqlab qilish fursatimi berilmaydiganligi, Uyg'urlarning oxirgi hisobda eng ajallik nuqtaga majburiy olib kelinayotganligi, demak, hayat mamatliq bu tanlashda hamma Uyg'urlarning bir nishon ostida amaliy harakatga o'tish kerakligi haqida to'xtalib, so'zni oxirlashtirdi. Bu qitimqi leksiya berish yig'ini jonliq kayfiyat ichida olib berilgan bo'lib, İstanbulda turayotgan Uyg'urlardan 100 dan ortiq kishi qatnashdi.
Yakınki zamanda Şarkı Türkistan bulutmun şu 2014'ten beri Şarkı Türkistan'dan nurgun vakalı olup gitti. Kiyinki şu 60 yıldan bu yana şu 3-4 yıl içinde bulgan ahvallar 60 yıl boyunca en yaman, en vahşi bir ahvalda geldi. Bu ahval Şıngistayn vaxtıda bir görüngen, hazır yanı görünü vaxtıda. Hem de bizim güçlengen seri iki xil inkaz oldu. Birisi beşine çökür cin turvaldığında, arlaşmaydığında bulu oldu. Birileri bolsa bununla küreş kıldı. Yani bizde gap var ve imanını satmasa, ruhunu satmasa onun mücadelesini kıldı değil mi? Ama mücadele kılgan çağda her daim sözlügen dek şu akıl ile çıkmak. Hayvan ile farklı bulup biz akılını işlerken takdirde belki galibiyet kazanırız. İstanbul'un Zeytinburnu'dan tuyuqsiz tutup ketilgen 21 Şarkı Türkistanlık hakkında yeni malumatlar o'ttirg'a chiqdi. 5. ayının 5. günü İstanbul Saqchi İdaresi Zeytinburnu'da hareket edip berish jarayonida 11 bala, 7 ayol ve 4 erni o'z ichiga olgan 21 Şarkı Türkistanlıkni tutub saqchixonaga elib ketgan. İstanbul'un Zeytinburnu'dan tuyuqsiz tutup ketilgen 21 nafar Uyghur to'g'risida yangi malumatlar o'ttirg'a chiqdi. Türkiye'de çıkıdığan Milliy Gazete ve Yangi Çağ Gazeti'nin 8. may kundagi xabariga qaraganda İstanbul Saqchi İdaresi Zeytinburnu'da hareket edip berish jarayonida 11 bala, 7 ayol ve 4 erni o'z ichiga olgan 21 Uyg'urni tutqun qilgan edi. Xabarda bildirishicha, tutilgan bu 21 Uyg'ur Sharq Turkistonlikning qo'lida pasport va Turkiyada vaqtliq turish kanishkisi qatorliqlarning hammasi to'liq ekan. Yangi Çağ Gazeti'da minglagan Suriyaliklarga fuqarolik bergan Turkiyada Yendi pasporti ve Türkiye turishlik ruxsati bo'lgan 21 Sharq Turkistonlik Türk tutildi degan temada xabar berilgan. Xabarda bildirishicha, voqeadan keyin Turkiyadagi Millatchi Hareket Partiyasi raisi nomzodi Maral Aqshanar buningga inkos bildirib, bu 21 nafar Sharq Turkistonlik Xitoyga qaytarilgan taqdirda 1945-yili ruslarga qaytarilib Burantal ko'vrikida shahid qilingan 147 nafar Azari Turkning ichinchilik qismatidagi fojiaga o'xshash bo'ldi deganlarni bildirgan. Türkiye'deki en çok ammi teşkilatlardan biri bo'lgan Alparan Ocaqlari İstanbul şöbesining raisi Kurşat Mejanning bildirishicha, bu vaqtda ma'lumot egallash uchun Zeytinburnu saqchixonadan uchur egallagan. Ma'lum bo'lishicha, saqchixona mudiri islom davlatiga munosabatlik deb qaralgan uydan tutilgan 21 Uyg'urning Zeytinburnu saqchisiga elib kelinganligi, buning ichida 3 kishining terrorlik tashkiloti bilan aloqador deb qaralib adliya organlariga topshirib berilganligi, qolganlarning tekshirishlar oxirlashguncha ko'chmanlar idorasida turdiganligi, ularning Xitoyga qaytarilmaydiganligidek ahvollarni bildirgan. Sharqi Turkiston Ma'arif hamkorlik jamiyatining raisi Hidoyatullo O'g'izxonning advokatdan naql qilib bildirishicha, Turkiya Adliya sud mahkamasi bu 21 nafar Uyg'urni Xitoyga qaytarmaslik to'g'risida qaror olganligini bildirdi. İstanbul'daki yig'inda Sharq Turkiston xalqiga salom yo'llandi. İstanbul'un Yeni Kapı Meydanı'nda Haq ve Adalet rəhbəri Hazreti Muhammed temasida çoğ fəaliyyət ötküzülgən olub, neçə min xalq qatnaşqan bu fəaliyyət meydanından Şərq Türkistan xalqiga salam yollandı. Peyğəmbər aşıqları birliki tərəfindən 7 may Peyşənbə günü İstanbul'un Yeni Kapı Meydanı'nda Haq ve Adalet rəhbəri Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem degan temada çoğ fəaliyyət ötküzülgən olub, xalq arasında tonilgan ve təsiriga ega bo'lgan arboblar bu yerga yig'ilgan necha minglagan xalq ommasiga nutq so'zildi. Faoliyatda Turkiyadagi mashhur da'vatchi, sirat tadqiqot vaqti raisi Muhammad Amin Yildirim unutilgan Sharq Turkiston haqida so'z qilib, takbir sadolar ichida faoliyat qatnashuvchilarining yuragini larzaga soldi. Muhammad Yildirim so'zda, biz musulmonlar har vaqt hayotimizning oxirigacha haq va adolat tarafda turamiz. Buning uchun nima qilish kerak bo'lsa, biz uningga tayyormiz. Qayerda mazlum bo'ldikan, biz u yerda ular bilan birlamiz. Qayerda zolim bo'lsa, biz u zolimning qarshisida turamiz. Bizning buningdan boshqa kutadigan narsamiz yo'q, chunki bu iymonning taqozosidir deganlarni tilga olib o'tdi. Muhammad Yildirim so'zining davomida Sharq Turkiston haqida to'xtalib mundaq dedi: "Aziz qarindoshlarim, yetimlarning dardini yetimlar eng yaxshi biladi. Bu yerda hozir men sizlarga bir yetim haqida so'z qilmoqchiman. Hozirgacha ummatning yetimlari deyilib boqmagan, 100 yildan buyon Xitoy zulm ostida tortmagan zulmlar qolmagan Sharq Turkistondagi yetimlarni sizlarga eslatib o'taman.
Bu munosabat bilan bu yerdan o yerdagi qarindoshlarimizga sizlar bilan birlikda salom yo'llayman. Bu maydondagilar Xitoy zulm ostida ingrayotgan Sharq Turkistondagi qarindoshlarimizni asla unutib qolmadi. Mana ularga salom yo'llamoqda. Kuchlik sadolar ichida ularning yenda ekanligimizni jakarlamoqdamiz. Butun zolimlar bu yerdagi ovozimizni anglasin. Har fir'avn uchun bir Musa yetarlikdir. Bu yerda Musaning yo'lida menayotgan minglagan kishilar bor. Bütün zalimlarning barliq hukmronliklari gumron bo'ladi. Pat yaqinda mazlumlarning kulganligini, zalimlarning yig'ilganligini ko'ramiz. Turkiyadagi ommaviy tashkilotlar birligi Sharq Turkiston haqida suhbat yig'ini o'tkazdi. Turkiyadagi ommaviy tashkilotlar birligi Sharq Turkiston haqida maxsus suhbat yig'ini uyushtirgan bo'lib, bu yig'inga Sharq Turkiston ma'arif hamkorlik jamiyati bosh kotibi Abdulahad Abdurahmon taklif bilan qatnashdi. İstanbul'daki Ommaviy Tashkilotlar birligi 5-oyning 11-kuni Aqdov vaqfining boshchiligida Sharqi Turkiston haqida maxsus suhbat yig'ini uyushtirgan bo'lib, bu yig'inga Sharqi Turkiston ma'arif hamkorlik jamiyati bosh kotibi Abdulahad Abdurahmon taklif bilan qatnashdi. Yig'inga Sharqi Turkiston ma'arif hamkorlik jamiyati, Aqdov vaqfi, Inson va madaniyat harakati, Ahmad Yasvi vaqfi, IHH inson yordam vaqfi, ilm va tadqiqot vaqfi, Faza jamiyati va uningdan boshqa ommaviy tashkilotlar birligiga a'zo boshqa tashkilotlarning vakillari qatnashdi. Yig'in Sharq Turkistonda yaqin mezgillarda yuz berayotgan masalalarni muzokara qilish maqsadida uyushtirilgan bo'lib, Sharq Turkiston ma'arif hamkorlik jamiyati bosh kotibi Abdulahad Abdurahmon Sharq Turkistonda Xitoy diktatori hokimiyati tarafidan elib berilayotgan vahshiyatlar va inson aqlidan o'tmaydigan chekdan oshgan siyosat va besimlar haqida ma'lumot berib o'tgandan keyin yig'in ahli tarafidan Sharq Turkiston masalasiga munosabatlik so'ralgan savollarga qanoatlanarli javob berilib o'tdi. Yig'in ahli Sharq Turkiston haqida yangi uchur va ma'lumotlarga ega bo'lganligini, yig'inning tilmo ahamiyatli o'tkazilganligini bildirishdi. Yig'in jonliq kayfiyat ichida elib berildi. Kahramanmaraş'ta Sharq Turkiston davası ve kelechagi degan temada yig'in ochildi. Kahramanmaraş Sutchi Imom Universitetida Sharq Turkiston davası ve kelechagi degan temada maxsus yig'in ochildi. Yig'inda Erkin Akram, Erkin Ahmad ve Olimjon Bug'da qatorliq 3 nafar professor doktorlar leksiya so'zildi. Kahramanmaraş Sutchi Imom Universiteti Milliy madaniyat harakati o'quvchilar uyushmasi tarafidan Sharqi Turkiston davası ve kelechagi degan temada yig'in uyushtirilgan bo'lib, yig'in riyosatchiligini bu universitetning o'qituvchisi professor doktor Mahmad Damirchi qilgan. Yig'inga Anqara Hacettepe Universiteti tarix o'qituvchisi professor doktor Erkin Akram, Anqara Universiteti til adabiyot o'qituvchisi doktor Erkin Ahmad va Kahramanmaraş Sutchi Imom Universiteti o'qituvchisi doktor Olimjon Bug'da qatorliqlar qatnashgan bo'lib, yig'in ahliga Sharqi Turkiston davası ve kelechagi degan temani cho'rdab leksiya so'zildi. Doktor Olimjon Bug'da Sharq Turkistonning hozirgi ravoji degan temada so'zilgan leksiyasida Sharq Turkiston tarixi va jo'grafiyasi haqida ma'lumot berib o'tgandan keyin Sharqi Turkistondagi musulmonlar ustidan elib berilayotgan Xitoy zulmi to'g'risida to'xtaldi. Olimjon Bug'da so'zda Sharq Turkistondagi musulmonlarning planliq tug'ut, yurtlaridan ko'chirilish, assimilyatsiya qilinish va dinsizlashtirish qatorliq insonlarga yot kelgan qilmishlarga majburlanayotganligini, Xitoy tajovuzchilarining har kuni degudek bir-biridan qilishmoqdek qattiq siyosatlarni paydo qilayotganligini tafsili so'zlab o'tdi. Anqara Universiteti o'qituvchisi professor doktor Erkin Ahmad chet eldagi Sharq Turkiston davosining ahvoli degan temada so'zlagan leksiyasida Sharqi Turkistonning yaqin mezgillardan beri hech bir erkinlik bo'lmayotgan turk jo'grafiyasi ekanligini, Xitoy doiralarining Sharqi Turkistondagi Turkiya so'ygisini o'zlari uchun tahdid deb bildirganligini, shundaqla chet ellarda elib berilayotgan Sharqi Turkiston davosiga munosabatlik ma'lumotlar to'g'risida so'z qilish bilan birga Sharqi Turkiston davosining dunyoga anglitilishi uchun bu yerdagi kishilarning qo'llashini umid qilganligini bildirdi. Oxirida Hacettepe Universiteti o'qituvchisi professor doktor Erkin Akram Turkiya-Xitoy munosabatlaridagi Sharqi Turkiston degan temada leksiya so'zildi. Doktor Erkin Akram so'zida Sharqi Turkistonning Xitoyga nisbatan nihoyatda muhim bo'lgan strategik afzallikka ega ekanligini, Sharq Turkiston masalasining Turkiya-Xitoy munosabatlarida muhim bir halqa sifatida uzun mezgil davomlashib kelayotganligini tushuntirib o'tdi. Faoliyat jonliq kayfiyat ichida elib berilgan bo'lib, leksiya oxirlashgandan keyin faoliyatga qatnashganlarning savollariga javob berildi hamda leksiya so'zlaguchilarga xotir buyumlari hadiya qilindi. Ülkücaklar Teşkilatı Saqchixonda tutib turilayotgan 21 Uyg'urga tomoshabin bo'lib qarab turishga bo'lmaydi degan temada bayonot e'lon qildi.
10 may günü Ülke Ocakları Reisi Olcay Kılavuz, Xitay təcavüzçilərinin zulümdən qaçıb Türkiye'ye panahlıq izlep kelgan 21 Uyghur Türkü toğrusida inkas bildirdi. 10 may günü Ülke Ocakları Reisi Olcay Efendi zulümdən qaçıb Türkiye'ye panahlıq izlep kelgan ve Saqçıqanda tutup turilayotgan 21 Uyghur toğrusida inkas bildirdi. Bu vaqtda e'lon qilingan bayonotda mundaq deyilgan: Xitay təcavüzçilərinin işğal ostida turayotgan Sharq Turkistonda uzun yillardan tartib zulüm davomlashib kelmoqda. Bu yerdagi Uyghur musulmon turklar yashash uchun to'xtamay kurash qilib kelmoqda. Bu xildagi musibatlar ishg'olchilarning tajovüzi va besimlarga bardoshlik berilmay, vatanlarini tashlab qochib kelgan bu qarindoshlarimizning beshidan taxi tugmay kelmoqda. Sharqi Turkistondagi har xil besimlar sababidan yurtlardan chiqqan qarindoshlarimizning yashashni orzu qiladigan tunji tuproqi bo'lsa, Turkiyadan iboratdir. Mazlum Uyg'ur turklari Turkiyani o'z ona yurtida ko'rmoqda. Hamda o'zlarining ular bilan ham qon, ham din jihatdan chambarchas bog'lanishga ega ekanligi, Anadoluya turklarining o'zlarining haqliq da'volarini qo'llab-quvvatlaydigan eng chong kuch ekanligiga ishonmoqda. Turkiya davlatiga shu qadar ig'ir jafo mushaqqatlar bilan kelgan bu 21 nafar Uyg'ur turki necha kun ilgari Turkiya saqchilari tomonidan tutqun qilindi. Bularning ko'pi ayol va bolalardan tashkil topgan bo'lib, bu qarindoshlarimiz atalmış terror tashkilotlari bilan munosabati bor deyilib tutib turilmoqda. Agar haqiqatda bular rost terrorchi bo'lgan bo'lsa, Turkiya davlati keskin holatda munosabatlik tadbirlarni qo'llanib, bularning kim bo'lishiga qaramasdan uningga beriladigan jazoni ijro qilish kerak. Ammo hech bir qonuniy asos bo'lmay turib, jinoyati bo'lmagan kichik bolalarning oilasidagilardan boshqalar bilan aloqasi bo'lmagan ojiz singillarimizning terror tashkiloti nomi bilan tutqun qilinishini asla qabul qilg'ili bo'lmaydi. Yig'ib aytganda, ularning jinoyati nima bo'lishidan qat'iy nazar, hech bir Uyg'ur turkini Xitoyga qaytarmaslik va ularning o'limga tomoshabin bo'lib qarab turishga bo'lmaydi. Chunki bu xil ahvol Sharq Turkistondagi barliq mazlumlarning umidini sundirib, yillardan beri duolari bilan, ko'z yoshlari bilan orzu qilib kelgan Anadolu turklarga bog'langan munosabatlarni yo'qqa chiqaradi. Shunga masalani ko'p taraflardan o'ylanib, shuningga qarta hal qilish bizning majburiyatimizdir. Biz O'lka Ojoqlari tashkiloti bo'lish sutimiz bilan mazlumlarning umidi, xoinlarning qo'rqinchisi bo'lgan Turkiya davlatining terrorist kim bo'lsa bo'lsin, uni muvofiq jazo bilan jazolaydiganligi, ammo o'z qarindoshlarini yolg'iz tashlab qo'ymaydiganligi, shundaqla gunohsizlarning ohiga qolmaydiganligiga chin yurakdan ishonamiz. Hurmatli televizor ko'rguvchilar, shunday qilib bugungi Istiqlal televiziya xabarlar programmamiz mushu yerda oxirlashdi. Yana bir qatamki programmamizda ko'rishguncha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.